Assalomu alaykum Zafarbek Umra obunachilari. Mana Xudo xolasa bugungi kunda ketayotgan mehmonlarimiz 12 ta viloyatdan. 12 viloyat Tojikistondan bor, Qirg'izistondan, O'zbekistondan, hamma boshqa respublikalardan ham hammalarni bir xil narx olib ketamiz. Hammalariga bir xil xizmat qilamiz. Bizda odam ajrashib bo'lmaydi. O'shaning uchun biz bilan birga keling, doimo birgalashib Xudo xolasa chiroyli amallarni qilamiz. Mana hozir sizlarga Navoiy viloyatidan kelgan hoji tog'alarimizga so'z beramiz. Xudo xolasa mana hoji xola, assalomu alaykum xolalar. Yaxshimisizlar? Tinchmisizlar? Ha. Mana hozir hoji tog'amga so'z navbatini beramiz. Mana opalarimiz hammalari chiroyli amallar qilib ketyapti. Uzr. Mana endi hoji tog'amga so'z navbatini beramiz. Bir tilla so'zlardan chiroyli qilib Navoiyliklarga, Navoiy viloyatiga hamma 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan musulmonlarni umraga borish uchun bitta chiroyli duolar bilan bir chiroyli ma'ruzalarni qilib bersangiz yaxshi bo'lardi. Hurmatli aziz hamyurtlar, mana bugun hoji bolalarimiz yaxshi so'zlarni aytdi, yaxshi duolarni berdi. Mana biz bugun 12 yanvar kuni mana opam, ikkita singlim, turmush o'rtog'im hamda men 5 kishi, 5 ta premiychilar mana Zafarbek Umra firmasi bilan birgalikda umra ziyoratiga boryapmiz. Hurmatli yurtdoshlar, nasib bo'lsa Xudo xolasa hozir 3 dan 40 minut o'tganda nasib bo'lsa uchib ketamiz. Sizlar ham mana shu Zafarbek Umra firmasiga a'zo bo'lingizlar. Nasib bo'lsa hoji bobomiz nasib bo'lsa bizlarni hamma joylarga aylantirib, nasib bo'lsa hamma yerlarni ziyorat qilib xursand bo'lib kelamiz degan umidimiz bor, niyatimiz bor. Hammalaringiz a'zo bo'lingizlar. Sog' bo'lingizlar. Xudo xolasa mana o'zim birga borib 14 kun bular bilan namozda ham, sayohatda ham, ziyoratda ham Alloh nasib birga bo'laman. Mana men sizlarga aytayapman, birga borib kelgan 50 yosh yurtbosh bilan borsalar, 50 yosh bilan borsalar adashmaysizlar. Chunki u yerda amal qilyapti, adashganlar juda ko'pini ko'ryapmiz. Mana qo'y qarz bo'lib qolyapti. Arzimagan narsani bilmaydi. Bilmagan holatda bitta jonni $400, $500 yerda 17 kilo qo'ylar. Bo'yniga qarz ilib kelyapti. O'shaning uchun birga boringlar. Mana men o'zim hamma amallarni o'zim o'rgatib, keyin olib yuraman. Oldin aytaman, keyin olib yuraman. Tushunyapsizlarmi? Bu hazakam narsa, hazlashadigan narsa emas. Bu eng katta gunoh kabirasi bo'ladi. O'shaning uchun bu ibodat, umra amal oson ish emas, o'yinchoq emas. Bu amal juda og'ir, hushyorlik bilan, ehtiyotchilik bilan qilinadigan bo'lsa, savob ishlayman deb gunohkor bo'lib qolishi mumkin. O'shaning uchun nihoyatda ehtiyot bo'linglar. Bizga o'xshagan ishonarli firmalar bilan borishga harakat qilinglar. Xizmatinglardamiz inshaalloh. Qayerda bo'lsa ham Allohim hammalarni panohida asrasin. O'zini Allohning jamolini ko'radigan darajatlarni hammalariga rozi nasib aylasin. Mana hammalarimiz shu joyda turganlar, vaqtini kutib o'tiribmiz. Mana hamma bu tomonda ham biz insonlarimiz bor. O'shaning uchun hammalarga murojaat qilamiz. Zafarbek Umra obunachilariga qo'shilib, sizlar ham layklarni bosib, qo'shilib olinglar. Hamda har kungi yangiliklarni tashlab turamiz, ko'rib, tomosha qilib, Xudo xolasa o'rganib borasizlar. Mayli, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Alloh sizlarni ham o'zini baytin tavofga, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ravzalarini ziyorat qilishga rozi nasib aylasin.